solih farzand, bir farzand ota-onasiga mehr bilan bir nigoh bersa, bir qarasa, bir qarab qo'ysa, bir sekund, bir daqiqa, yarim daqiqa qarab qo'ysa, Alloh taolo uning har bir nazari evaziga bittadan mabrur hajning savobini beradi deyaptilar. Mabrur haj nima? Qabul bo'lgan haj. Mana hojilar hajga boryapti. Hojilarning hammalarining hajlari mabrur emas. Kimnidir haji qabul bo'lyapti. Kimnidir haji chala bo'lyapti. Kimnidir hajda bir nuqson bor. Mabrur haj 100% qabul, tamom. Alloh taolo nima deyapti? Solih farzandning ota-onaga bir nigohi, bir nazari, bitta nazariga, bitta mabrur hajning savobi. 1 soat davomida 10 marta qaradik, 100 marta qaradik, 1000 marta qaradikchi, dedilar sahobalar. Shunda nima bo'ladi? Alloh taolo, payg'ambarimiz nima dedilar? Alloh taoloning fazli, karami keng. 1000 ta qaragan bo'lsang, 1000 ta mehrli nigoh bilan qaragan bo'lsang, senga 1000 ta mabrur hajning savobini beradi. Tamom. Alloh taoloning karami keng. Alloh boy zot. Alloh taolo g'ani, behojat. 1000 marta qaragan bo'lsangiz, million marta qaragan bo'lsangiz shuncha savob beradi dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam.